Ming necha yil burun men dastlab turayotgan mushu mahalladiklarning hammasi davlat darajalik g'ayri moddiy madaniyat merosi bo'lgan qo'tan qog'ozi yasash bilan shug'ullanadi. Shunglashqa bu yurtqa qog'oz makoni deb nom berilibdi ekan. Lekin jamiyatning taraqqiyoti, sanoatlashish, mush qo'lda yasalgan qo'tan qog'oziga ehtiyojning tuvallishi bilan eng oxirida yo'qolish girdobiga berib faqat bir tal oilalar dal mushu qog'oz yasash bilan shug'ullangan vaqtida partiya hukumatimizning qo'llashi, shularning rag'batlantirishining natijasida bir oiladan 7 oilaga ko'paydi. Xotan qog'ozini boshtima qilgan mush sayohat rayoni 6-oyning 10-kunisi tushdan keyin soat 8 da keng ko'lamlik barliq do'stlarga echirtilmoqchi ekan. Shu kunisi kelsanglar bizning atoqli san'atkorlarimizdan Dilshod Royidin, Savirdin Imam, Zahir Burhan qatorliq shu ustozlarimiz sizlarga o'zininki san'at numurlarini bahirlamoqchi. Uningdan boshqa yezliq hukumatdagilar 5 tani qo'y tayyor qildi. Kelsanglar kavob bilan sapirmiz ekan. Amsa men mushu yo'qolish girdobiga berib qolgan mushu davlat darajalik g'ayri moddiy madaniyat merosi bo'lgan xotan qog'oz to'g'riliq so'zlab chiqdim. Mümkün bo'lsa haqsiz yuraklardan bir atal cho'qim birib qo'yinglar. Misha kitgan aziz do'stlarimizni qizg'in qarshilamiz. Misha kelib yetgan taomlarni yegash, usullarni, naqshlarni anglagash, ancha-muncha rasmga tushgash, ketishinglarni chin qalbimizdan umid qilamiz. Pastga men dingmeyesini chiqarib qo'ydim. Hammalarni 6-oyning 10-kunisi kech vaqt Beijing vaqti soat 10 da misha saqlaymiz. Rahmat.